Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining hayotini o'qishdagi navbatdagi darsimiz Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu. Aqlimiz va qalbimiz bilan eshitishimiz kerak bo'lgan nasihat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari islomni dunyoni g'arb va sharqiga yoyishdi. Nimalari bilan? Qilich bilanmi? Yo'q, birodarlar. Islomiy o'lchovlarni o'zlarining hayotlarida tatbiq qilishliklari bilan. Mana shu narsa bilan, amal qilishlik bilan, tatbiq qilishlik bilan ularning kalimasi oliy bo'ldi. Hozirgi kunda yashayotgan musulmonlarning adadi 1 milliarddan ortiq. 1 milliarddan ortiq musulmon bor. Lekin bularning kalimasi oliy emas. Dunyo maydonida bularning gapini qadr-qiymati yo'q. Endi kimdir Alloh taolo ularga bergan va'dasini amalga oshirib berdi, ularni g'olib qildi, yerda aziz mukarram qildi. Endi bizga kelganda va'dasini bajarmadi degan xayolga borishi mumkin. Bunaqa odamga aytamizki, Allohning nomiga tuhmat qilmasdan, Allohga tuhmat qilmasdan o'zimizga qaraylik. Biz yashayotgan muhit, biz yashayotgan davr, biz o'zimizga deb qabul qilgan tushunchalarimiz, turmush tarzimiz ana shu sahobalarnikida qami yo'qmi? Qachoniki bizning turmush tarzimiz, tushunchalarimiz, o'lchovlarimiz, fikrlarimiz sahobalarnikida bo'ladi, Alloh taolo siz bilan bizni ham kalimamizni oliy qiladi. Siz bilan biz ham yerda aziz mukarram qiladi. Islom bor, musulmonlar bor, faqat bu shakl. Marosimlar bor, qilinayotgan ibodatlarning ko'rinishi bor, ammo ichi bo'sh. Namoz o'qib chiqamiz, chiqqandan keyin bir-birimizga qo'pol muomala, namoz o'qib chiqdi hozir. To'g'rimi? Bizning kalimamiz oliy bo'lsinmi endi? Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu. U kishining bosib o'tgan ilmiy martabasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarda birida sahobalariga shunday dedilar: Khudul Qur'ana an arba'atin tilawatan va fahman va ahkaman va dirosatan va ma'rifatan va diroyatan. Qur'onni fahm, ahkom, dirosat, ma'rifat va diroyat jihatidan 4 kishidan olinglar, o'rganinglar. Kimlar edi ular? Abdulloh ibn Mas'uddan, Abu Huzayfaning mavlosi Solimdan, Ubay ibn Ka'bdan va Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu majma'in. Mana shu 4 ta kishini payg'ambarimiz sahobalar mana shu 4 kishidan Qur'on o'rganishlikka buyurdilar. Albatta bu 4 sahoba uchun ulkan martaba. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi zot ularning Qur'oni to'g'ri ekanligi, ulardan o'rganishlik kerak ekanligini sahobalarga aytmoqdalar. Albatta bu ulug' manzilat, martaba edi. Ana shu baxtli insonlardan bittasi Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu. Qurayshni mana degan zodagonlari, mana degan asl zodalarini mana shu quldan chiqqan mavlolardan bo'lgan Solim roziyallohu anhudan Qur'on o'rganishligini payg'ambarimiz amr qildilar. Mana ko'ring-da. Payg'ambarimiz sahobalarni sollallohu alayhi vasallam qanday bir o'lchov bilan, qanday bir tushunchalar bilan tarbiya qilganlar. Sizlar nasl-nasabinglar baland, bunaqalar bilan o'tirmanglar demaganlar. Sizlarda pulinglar ko'p, bu bilan o'tirmanglar demaganlar. Kishining qadr-qiymati, birodarlar, kishining qadr-qiymati islomda ilmi bilan, amali bilan, taqvosi bilan bo'ladi. Siz ham musulmon, u ham musulmon. Sizdan ilmliroq, sizdan ko'ra boamalroq, sizdan ko'ra taqvoliroqmi? Shu odam sizdan baland. Qaytarib aytaman, ilmliroq, amalliroq, taqvoliroqmi? Millat qanaqa bo'lsa ham, ijtimoiy tutgan mavqei qanaqa bo'lsa ham, puli qanday bo'lishidan qat'iy nazar sizdan baland. Agar shu o'lchov bilan bir-birimizni baholaydigan bo'lsak, birodarlar, inshaalloh biz ham kalimamiz oliy bo'ladi. Ammo biz o'lchovlarimiz unaqa emas. Biz o'lchovlarimiz bunaqa emas.
kiyimiga qaraymiz, mashinasiga qaraymiz mingan, uyiga qaraymiz, kirish topishishiga qaraymiz. Biz o'lchovlarimiz shu. Bularni qaranglar, quldan chiqqan Solim roziyallohu anhuga shogird bo'linglar deb sahobalarni Rasululloh buyuryaptilar. Birodar, siz bilan bizni ilmimiz yuksaltiradi. Yodlagan Qur'onimiz yuksaltiradi. Iffatimiz, axloqimizni yuksaltiradi. Taqvoimiz, istiqomatimizni yuksaltiradi. Islomiy o'lchovlar bilan umrimizni o'tkazsak, mana shu narsa bizni yuksaltiradi. Abu Huzayfaning mavlosi Solim roziyallohu anhu kim edi? Abu Huzayfa bilasizlar roziyallohu anhu Qurayshning eng ulug' kishilardan bo'lgan Utba ibn Robiyaning o'g'li edi. Utba mana shu Quraysh qabilasiga rahbar bo'lishlik da'vosi bilan yurgan Qurayshning ulug'laridan edi. Mana endi Utbadan keyin uni o'rnini Abu Huzayfa egallashligi kerak. Nasl nasab jihatdan, moli dunyo jihatidan Abu Huzayfa roziyallohu anhu Qurayshning eng peshqadam kishilardan bo'lgan. Mana endi uni qo'lidagi Solim. Tabanni oyatlari nozil bo'lmasdan turib, Abu Huzayfa Solimni ozod qilib o'ziga o'g'il qilib olgan edi. Solim ibn Abi Huzayfa deb chaqirishardi. Ammo qachonki tabanni oyatlar nozil bo'ldi, shundan keyin Abu Huzayfaning mavlosi Solim deb chaqirishadigan bo'ldi. Bu ozod qilingan qul o'zini otasini kimligini bilmas edi. Chunki qul bozorga kelib sotilgan, sotgan odam ham bilmaydi otasini kimligini, olgan odam ham bilmaydi, otasi kimligi bilinmas edi. Kimga nisbat qilinadi? Uni ozod qilgan Abu Huzayfaga. Solim Abu Huzayfaning mavlosi. Solim roziyallohu anhuning asli Forsdan edi. Fors mamlakatidan edi, Istahor degan shaharida. Ma'lumiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramadan Madina Munawvaraga hijrat qilishliklaridan avval sahobalar hijrat qilib ketishgan, kim imkoniyati bo'lsa chiqib ketgan va Quboga borib turishgan. Rasululloh kelgunga qadar sahobalar necha kun Quboda turishgan bo'lsa, Solim roziyallohu anhu ularga imomlik qilgan. Yana qaytarib aytamiz. Manaman degan kibor sahobalar, zodagon sahobalar turib, imomlik kimi qo'lida bo'lgan ekan? Solim roziyallohu anhu. Yana qaytarib aytamiz. Ularda sahobalarni roziyallohu anhu majmain oralaridagi o'lchov ilm, amal, taqvo bo'lgan ekan. Kechalarning birida Solim roziyallohu anhu Masjid-un Nabaviyda Qur'on tilovat qilib o'tirganligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshitib qoldilar. Va aytdilarki: "Alhamdulillah allazi ja'ala fi ummati mitlak." Allohga hamdlar bo'lsin. Ummatim ichida senga o'xshaganni bor qilgan. Ummatim orasida senga o'xshaganni bor qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Albatta bu Rasulullohning aytgan bu hadislari Solim roziyallohu anhuning ilmda peshqadamligi, ixlosi, taqvosi sababli edi va Rasulullohning unga bo'lgan muhabbatidan aytilgan edi. Solim roziyallohu anhuni sahobalar aytishar edi. Solim solih insonlardan. Kim maqtayapti u kishini? Kimlar maqtayapti? Sahobalar. Solim oramizdagi solih insonlardan. Kishini qanday inson ekanligini bilib olishlik mumkin. Yonidagi odamlarning kimligiga qarab. Bir kishining qadr qiymati nechta odam unga ergashayotganligi bilan emas, kimlar ergashayotganligi bilan belgilanadi. Masalan, Gitlerda ham maqtashgan. Qonxo'r 20-asrdagi eng ko'p qon to'kilishiga sabab bo'lgan shu Gitlerda ham orqasidan odamlar erchigan. Orqasidan odam erchishsalar, demak bu odam yaxshi odam degani emas, kimlar erchayotganiga qarashlik kerak. Odamlarda narxi qanaqa bo'lib ketgan bilmayman. Futbolistlar diqqat qilib turinglar. Bitta falonchi futbolisti deydi, Facebook'da 71 millionta deyapti, podpisчиги bor deyapti. Nima degani bu? Men mana juvachkani yaxshi ko'raman desa 71 millionta odamga boradi, ulardan bittadan olib chaynaydi. O falonchi futbolist u deydi. Qanaqa ota u uyda? Qanaqa farzand u? Qanday do'st? Rostgo'ymi? Xulqi yo'q. Muhimi futbolda yaxshi o'ynaydi. Ukalar futbol o'ynash yaxshi, lekin fanat bo'lishlik ahmoqlik. Futbol o'ynash yaxshi, jismonan sog'lom bo'lasan, tellaysan va hokazo. Lekin fanatik bo'lib olib, o'sha televizorda 2 soatlab, 3 soatlab futbol ko'rishlik ahmoqlik bo'ladi. Yaxshilab bilib olinglar.
Odamlarning narxi shunaqa bir pasayib ketganmiki, o'sha bitta to'p darvozaga kirsa, qiyomatning qoyim bo'lganini ko'ravering. Baq shunaqa baqiradi. Endi gol qo'yib olsa yana qiyomatni ko'ring. Sevimli klubi gol qo'yib yubordi. Ko'zinglarni ochinglar, musulmon odam fanatik bo'lmaydi. Agar gol bo'lmay qolsa yana qiyomatni ko'ravering. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Odamlarning narxi pasayib ketyapti, ukalar, narximiz pasayib ketyapti bizga. Bitta to'pni shu darvozaga kirishiga ko'zimiz to'r. 2 soat o'tiramiz. Gol. Yo bo'lmasa, yutkizib qo'ydik. Ertasi kun chiqib olib, somorda soatlab muhokama ketadi. To'g'rimi? Odamning qadri uni kimlar maqtayotganligi bilan o'lchanyapti. Odamning qadri unga kimlar ergashayotganligi bilan o'lchanyapti. Agar faqat odamlar erishayotganligi bilan uni qadrli desangiz, futbolist orqasida milliardlarga muxlislari bor. Ammo biz kimdan ibrat olamiz? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Alloh taolo aytadi, qiyomat kunida biz ular uchun hech qanday qadr-qiymat bermasmiz. Solim roziyallohu anhu ni sut emishligi haqida. Ud'uhum li abaihim. Boqolgan bolalaringlarda otalarini ismlari bilan, nomlari bilan chaqiringlar degan oyat nozil bo'lganidan keyin Abu Huzayfaning xotini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, "Yo Rasululloh, erim Abu Huzayfa meni asrandi o'g'lim Solimdan rashk qilyapti" dedi. Mana Solim roziyallohu anhu ni ozod qilishib, Abu Huzayfa o'ziga o'g'il qilib olgan. Endi Abu Huzayfa bir kun kirsa, ayoli Solim bilan o'tiribdi, Solim balog'atga yetgan. Boq olingan bola. Shunda kirib turib rashq keldi. Jami' Sahihdan bu hadis. Shunda Rasululloh aytdilar, "Solimni emizib qo'y" dedilar. "Ya Rasululloh, soqoli chiqib yotibdi-yu" dedi. Shunda Rasululloh aytdilar, "Uni emizgin, mahram bo'lib qolgaysan, ering ham rashq qilmagay" dedilar. Shundan so'ng Abu Huzayfaning chehrasi yorishdi. Mana sahih hadis. Mazhab kerak emas, hadisda o'zi bizga kifoya qiladi deyotgan ukalar bo'lsa, o'ylanib ko'ringlar. Qani olamiz endi bundan xulosani? Hadisda o'zini ushab ketaverish kerak degan ukalar o'ylab ko'ringlar. Mana hadis turibdi, 15 ga kirgan, 16 ga kirgan bolani emizib qo'y deyapti. Emizib qo'ydi, shu bilan mahram bo'lib qoldi. Abu Huzayfa nima bo'ldi? Yuzi yorishdi. Xo'sh. Yana aylanib kelib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini siz bilan bizga sharhlab, tushuntirib, qanday tushunishlik kerak? Bu hadis qaysi hadisdan keyin aytilgan? Bu hadis qaysi oyatdan avval aytilgan? Mazhab kitoblarimizda ko'rsatib berib qo'yibdi ulamolar. Shu hadisni sharhini fiqh kitoblarimizdan, sharh kitoblarimizdan o'qimasdan turib, xulosa olsak, unda nima bo'ladi? Bir fikrga, mulohazaga chaqiryapman. Sharh kerak ekanmi hadislarda ukalar? Fiqh kitoblari kerak ekanmi? Mazhab kerak ekanmi? Abu Huzayfaning mavlosi Solimning hadisi deyiladi Jami' Sahihdan. Agar oddiy kishilar bu hadisni shunday o'qib turiblar, o'zichasiga hukm chiqarishga harakat qilsa, juda ham xatarli ish bo'ladi. Bilmagan odam eshitib turib, bo'lar ekan demak 15 ga kirganda emib qo'ysa ham, boqmasa bo'lar ekan degan noto'g'ri tushuncha bo'lib qoladi. Yana eng qizig'i shundaki, ana shu siz o'qib tushunmayotgan hadisni sharhlaydigan boshqa hadislar bor. Fiqh kitoblarda qayta-qayta bu narsa sharhlab tushuntirib qo'yilgan bo'lsa ham, ixtilofli joyni ushlab olaverasizda. Nima bo'ladi bilasizmi? Mana emizgan ekan, bo'lar ekanda. Bo'lmasam boqib olib 15 ga kirgan, emizib qo'ysin ayoling, ayt. Ko'tara olmaysan uni. Mazhab kerak ekan ukalar. 1200 yildan beri to'rala mazhabni to'g'ri deb kelibdi ummat. Meni ummatim zalolat ustida jamlanmaydi deganlar Rasululloh. 1200 yildan beri ummat to'rala mazhabni to'g'ri va haq deb ergashib kelyaptimi? Demak, ittifoqda turibdi ummat. Demak, mazhab kerak emas deyotgan odam o'zi xato ish qilayotgan bo'ladi. Endi hal qilib qo'yilgan yo keyingi darsga qoldirib qo'yaymi? Bu voqea sut emizishlik muddati 2 yil degan oyat nozil bo'lishidan avval bo'lgan. Bir. Ikkinchidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan bu so'zlari faqatgina Solimga xos bo'lgan. Undan keyin hech kim ishlatilmagan. Uchinchidan, Sahla
binti Suhayl ibn Amr, Abu Huzayfaning ayoli sog'ib bergan sutini deydi. Tushunarli bo'ldimi? Oyat nozil bo'lishidan emizishlik havlayni kamilayn 2 yil degan oyatdan avval bo'lgan. Solim roziyallohu anhu uchun xos bo'lgan va Sahla sutini sog'ib bergan. Yopdik. Endi oyat nozil bo'lgandan keyin sut emizishlik muddatini to'liq qilaman deganlar uchun muddat 2 yil dedi. Endi bungacha bo'lgan narsalar ana shu oyatning hukmi bilan hukmi bekor bo'ladi. Buni misoli aroq haqida 3 ta oyat nozil bo'lgan edik. Yasalunaka anil khamr. Sizdan aroq haqida so'rashadi. Birinchi oyatda unda foyda ham bor, ziyon ham bor oyat. Yana bir muddat o'tgandan keyin ey iymon keltirganlar, wala taqrabus solata va antum sukara. Namozga mast holatda yaqinlashmanglar. 3-oyatda keyingi nozil bo'lgan oyatda mutlaq harom qildi. Mana ikkala oyat deb o'qilaveradi, lekin hukmi mansux bo'ldi. Mana oyatning hukmi bularni nasx qildi. Fiqh o'rgatadi shu ilmni bizga, birodarlar. Agar oyatda, hadisda shunday o'qib ketaveraman deydigan bo'lsangiz, 15 ga kirgan bolani emizishga to'g'ri kelib qoladi. Xulosa 2 yoshgacha emsa enani, shu bola shu ayolga mahram bo'ladi, o'zini farzandi bo'lib qoladi. Undan keyin 2 yoshdan keyingisi o'tmaydi. Endi sut emizuvchini sharti, sut emuvchini sharti, sutni o'zini sharti, bunga o'xshagan tafsilotlari bor. Xohlovchilar kitoblarimizdan topib o'qisanglar bo'ladi. Sahoba ikromlar, Alloh taoloning ularga roziligi bo'lsin, har bittasi qaysidir bir sohada peshqadam bo'lgan. Kimdir ilmda, kimdir jang maydonida, kimdir saxovatda, kimdir haqda shiddatli bo'lishlikda, kimdir halimlikda. Endi mana shu sifatlarni hammasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zida jamlaganlar. Jur'ati. Solim roziyallohu anhu quldan chiqqan bo'lganiga qaramasdan haqni aytishlikda jur'atli edi. Biz endi kichkina odam bir chekada yuraylik, qo'ying, kattalar gapirsin. O'zimizga ishonchimiz yo'q, ukalar. To'g'rimi? Xato qilib qo'yishdan qo'rqamiz. Sutda kuygan qatiqda piyda ichar deganda keyin qo'y xato ham qilmay jim beray deb turib bir chekada yuradigan bo'lib qolganmiz. Solim roziyallohu anhu kimni xatosini yuziga solgan bilasizlarmi? Xolid ibn Valid roziyallohu anhu. Sayfullohni. Rasululloh Makkani fath qilganlaridan keyin Makka atrofidagi mushrik qabilalarga da'vat sariyalarini payg'ambarimiz chiqarganlar, urushmas. Ana shu sariyalardan bittasini amiri Xolid ibn Valid bo'ladi. U qo'shinning orasida Solim roziyallohu anhu ham bo'ladi. Qon to'kishlik kerak emas edi, ammo Xolid ibn Valid roziyallohu anhu o'zini ijtihodi bilan qon to'kdi. Va mana shu qilayotgan ishini noto'g'ri ekanligini Solim roziyallohu anhu borib turib tikka yuziga aytgan edi. Bir necha marta qattiq shiddat bilan aytgan edi. Keyin Solim roziyallohu anhuning gapi to'g'riligi ma'lum bo'ldi. Xolid ibn Valid uzr so'radi, lekin haqda Solim roziyallohu anhu sobit turdilar. Payg'ambarimiz keyinchalik Makkaga qo'shin qaytib kelganidan keyin Xolid ibn Validning qilgan ishini eshitib turib, Allohumma inni abra'u ilayka mimma sana Xolid. Parvardigor, Xolid qilgan ishdan men pokman deb Robbisiga uzr aytdi. Rasululloh qon to'kilmasligiga, tinchlikning yoyilishiga, odamlarning hayotini saqlashlikka haris edilar. Qon bilan da'vat qilishlikka emas. Ana shu voqea bo'lib o'tganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar topib aytdilarki, Xolidning qilgan shu ishiga biron kishi bir e'tiroz bildirdimi? Biron odam qarshi bo'ldimi? Sahobalar ha, Solim qarshi bo'lib roziyallohu anhu uni bu ishdan qaytardi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xursand bo'ldilar. Nima uchun xursand bo'ldilar? Meni ummatim zalolatni ustida jamlanmaydi. Bitta odam bo'lsa ham qarshilik qilib aytibdimi? Demak, ummat hali tirik. Mahallada bitta zo'pidan gunoh ma'siyat qilayotganda bitta odam chiqib turib noto'g'ri qilyapsan deyishga ham yaramasa, assalomu alaykum ummatga. Xolid bo'lsa ham roziyallohu anhu bu xatoni qilgan. Solim roziyallohu anhu nasihat qilib qaytardilar. Demak, Solim roziyallohu anhu ham sukut qilsa, demak ummat Xolidning qilgan ishiga rozi bo'ladi. Noto'g'ri ustida hammasi ittifoqqa kelgan bo'ladi. Demak, bu xato bo'lar edi. Alloh taolo yahudlarni yomonlab aytgan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ular bir-birlarini qilgan noloyiq ishlaridan qaytarmas edilar. Bu qilmishlari naqadar yomon ish. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.